Assalomu alaykum. Sizlar bilan birga Rajabova Di. Har doimgidek Amerika bo'ylab birga sayohat qilamiz va sizlarni Tennessi shtati bilan tanishtirmoqchiman. Bu shtatda men 1 yildan beri yashab kelyapman va shuning uchun ham sizga Nashville shahrining 5 ta har xil joylarini ko'rsatmoqchiman. Va kelinglar bo'lmasa birgalikda boshlaymiz va albatta bu shtat haqida sizlarga ozgina bo'lsa ham informatsiya berib o'tib ketaman. Nashville'ga sayohatni aynan shu joydan boshlashga qaror qildim, ya'ni Gaylord Opryland Resort, ya'ni mehmonxonaning ichida qurilgan botanik bog'i yoki teskarisi, xuddi parnikka o'xshatib mehmonxona va ichida bemalol aylanib yuradigan va mana shunaqa chiroyli manzarani tomosha qiladigan joy. Bu mehmonxona juda ham katta ekan. 3 ta adashmasam o'zini zonasi bor edi va bu yerda bir kun mehmonxonadan joy olishi o'zi $300, $300-400 adashmasam shunaqa edi. Va meni hayratlantirgan faktorlardan bittasi bu mana shunday chiroyli manzarani ko'rishga umuman pul to'lamasligingiz. Albatta bu yer mutlaqo tekin va siz tekinga mana shunday chiroyli sharsharalar, mana shunday chiroyli ko'klamzorlar orasida bemalol oilaviy maroqli vaqt o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni va bundan tashqari bu yerda har xil kafe, restoranlar bor. Albatta kelib, hordiq chiqarib bu joyda ertalabdan kechgacha vaqt o'tkazishingiz mumkin ekan. Juda ham qiziq. Kelinglar bo'lmasa sizlarga nafaqat Tennessi shtatini ko'rsatib tanishtiraman, balki o'sha ba'zi savollarga ham javob berib ketaman. Albatta biz Tennessi shtatiga ko'chganimizga 1 yil bo'ldi. Bundan 1 yil oldin Florida shtatida yashardik, Pensacola shahrida. Hozir esa Monjilet, ya'ni Tennessi shtatida turamiz biz. Bu yer haqida nima deyishim mumkin? Birinchi o'rinda menga yoqqan tomoni bu ob-havosi, ya'ni o'zim Toshkentdan bo'lganim uchun ham havosi bir xil. Ya'ni O'zbekiston bilan bir xilmi yoki faqat Toshkent bilanmi bilmayman-ku, lekin qachon uydagilar bilan, например, gaplashadigan bo'lsam, ularda qachon yomg'ir bo'lsa, bizda ham yomg'ir yog'adi yoki kun issiq bo'lgan payti bu yerda ham kun issiq bo'ladi. Ob-havosi bir xil, ya'ni o'sha 4 ta fasldan iborat, ya'ni qish ham bo'ladi, yoz ham o'z vaqtida, kuz, bahor hammasi joy-joyida. Ikkinchi sizlarga ko'rsatadigan lokatsiyam mana shu chiroyli manzarada joylashgan san'at muzeyi, Frieze Art Museum. Bu yerga kelishim bilanoq birinchi qilgan ishim ovqatlanish bo'ldi. Juda ham qornimiz ochib ketgan edi. Ya'ni kurasan, kofechalarni ichib olib, keyin muzey aylanishga tushdik. Va shu borada sizlarga yana savolingizga javob berib ketmoqchiman. Ko'plab mendan so'rashadi, halol ovqatlar bormi, halol restoranlar topsa bo'ladimi deb. Albatta Amerikaga butun yer yuzi bo'ylab odamlar keladi. Nafaqat O'zbekistondan, balki ko'plab musulmon, ya'ni Turkiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston va har xil millatlardan odamlar kelishadi albatta. Shuning uchun ham bu yerda albatta halol arablarning ovqatlarini, har xil millatning ovqatini topsa bo'ladi. O'zimizdan o'zbek restoranlari ham kam emas. O'sha milliy taomlar desangiz, milliy taomlar, shirinliklar desangiz, bu yerda ayollar shirinliklar ham qilib sotishadi va o'sha sneklarimiz, ya'ni o'sha qurt, magiz, yong'oqlarimizni ham albatta topsangiz bo'ladi bemalol. Ana endi muzey haqida gapiradigan bo'lsam, bu muzeyga kelganimga umuman afsuslanmadim. Sababi bu yerda nafaqat tomosha qilish uchun zona, balki bolalar san'ati uchun ham alohida zona qilingan ekan. Ya'ni o'sha kirib olib, oilaviy birga vaqt o'tkazish mumkin. Ya'ni bolangizni bemalol qo'yib qo'yasiz, o'zingiz esa bu yerdan rasm chizib yoki har xil mana shunaqa kino uchun yaratiladigan mashqlarni bajarib ko'rsangiz bo'lar ekan. Juda ham zo'r muzey. Adashmasam yo $5 to'ladi, yo $10, yo 15. Eslolmayman. Juda ham arzon pul to'ladik bu muzeyga kirish uchun va mana shunaqa chiroyli joylarni tomosha qilib, har xil narsalar sotib olishingiz mumkin ekan. Juda ham yoqdi menga, to'g'risini aytsam bu zona, yana bir marta borib ko'rgan bo'lardim. Albatta sizlarga ham Tennessi shtatiga kelsanglar, shunaqa muzeylarni ham tomosha qilishinglarni maslahat beraman.
Uchinchi sayr qiladigan joylarimizdan bittasi bu Nashville Downtown. Albatta, har bitta shaharining o'zini downtown, ya'ni sentr joyi bo'ladi va bu yerda siz o'sha American Life deydi-yu, American Life'ni, ya'ni amerikaliklar hayotini tomosha qilishingiz mumkin. Qanaqa stilda yashashi, yurishi, ovqatlanish tarzi hammasini shu yerdan bilib olsangiz bo'ladi. Nashville albatta musiqaga ko'proq urg'u berilgan davlat, ya'ni bu yerda hamma joyda o'sha musiqa, ya'ni o'sha binolari ham musiqa tarzida, ya'ni pianino tarzida qilingan, yo bo'lmasa masalan boya Gaylordga borgan joyimiz, o'sha yerda ham ko'rgan bo'lsangiz katta gitaralar osilgan edi. Downtownda sayr qilayotgan paytimiz kutubxonani ko'rib qoldik va kirishga qaror qildik. Mana shunaqa alohida bolalar zonasi ham bor ekan, juda ham qiziqarli. Va ko'rib turganinglardek, bu yerda bolalar mazax o'ynab, kitoblar o'qib va har xil ertaklar, spektakllar tomosha qilishi mumkin ekan. Bu yerda har xil narsalar qo'yib berishar ekan. Juda ham zo'r, qiziq. Va shu borada sizlarga yana bitta savolga javob bermoqchiman. Bu yerda bolalar tarbiyasi buzilib ketadi, ota-onam demay qo'yadi deb. Albatta, bu haq narsa, to'g'ri, lekin har bitta tarbiya ota-onaning o'zidan boshlanadi. Ya'ni ota-ona bola oilaviy muhitni ko'rib katta bo'ladi. Yaxshi ota-onadan yomon bola chiqmaydi hech qachon. Agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, siz yaxshi ota-ona bo'lmagan bo'lishingiz mumkin yoki yetarlicha mehr bermagan bo'lishingiz mumkin. Va bundan tashqari bu yerda ko'pchilik bolalarni urmaydi, baqirmaydi, sababi bu yerda katta odamlardek gaplashadi va buni faqat plus tarafi deb o'ylayman, chunki bolalarni hurmat qilish kerak, katta odamlardek tarbiya qilish kerak deb o'ylayman. To'rtinchi lokatsiyamiz bu Opry Mills Targovoy Center. Albatta, Targovoy Center hamma shaharda, hamma joyda bor, lekin meni hayratlantirgan faktlardan yana bittasi bu nimagadir Amerikada ko'p Targovoy Centerlar, ko'p magazinlar faqat bir etajlik bo'ladi, tepa qavatlari bo'lmaydi. Va har doim video olayotganda sizlarga maksimal darajada qiziqarli joylarni suratga olishga va maksimal darajada informatsiya ko'proq berishga harakat qilaman. Bu ajoyib restoranlardan bittasi. Ya'ni mana shunaqa shopga kirasiz va akvarium tagidan restoranga o'tib ketasiz. Ya'ni bu yerda siz xuddi o'rmonning ichida o'zingizni ovqatlanayotgandek his qilasiz. Juda ham chiroyli joy qilingan, menga juda ham yoqdi. Qiziqarli va har xil narsalar xarid qilishingiz mumkin. Mazza qilib, tomosha qilib, chiqib ketishingiz ham mumkin bemalol. Kelinglar, bo'lmasa yana bitta qiziqarli savolga javob beraman. Amerikada mana shunaqa chiroyli zonalarga borib ovqatlanish yoki narsa xarid qilish yoki bo'lmasa oilaviy vaqt o'tkazish uchun necha pul ketishi, ya'ni aylanishga necha pul sarflash kerak. Bitta joyga borib ovqatlanaman desangiz, minimum $15-20 ketishi bu normal holat. Oilaviy chiqadigan bo'lsangiz, unda ozgina ko'proq $25, $30, $40 ketadi. Va bundan tashqari kiyimlarning narx-navolari ham, agar yaxshi kiyinaman desangiz, brendlardan, unda bosh oyoq kiyinishingiz o'ziga $100, $200 minimum ketadi. Minimum. Aylanishga ham xuddi shunaqa. Agar bolalaringiz bilan kelib mazza aylanib Targovoy centerlarda yuraman desangiz, unda $50, $100 bemalol olib olishingiz kerak bo'ladi. Eng oxirgi zo'r joylardan bittasi bu Nashville zooparki. Albatta, bu yerga turistlar juda ham ko'p keladi va bundan tashqari eng birinchi kirganingizda siz bolalar zonasiga kelasiz. Bolalar mazax vaqt o'tkazish uchun zona qilingan, juda ham zo'r va bundan tashqari hayvonlar rosa ko'p. Bizda yo'q hayvonlar ham bor albatta. Zoopark territoriyasi juda ham katta, har xil hayvonlar bor. Masalan, menga eng qiziq bo'lganlaridan bittasi flamingoni ko'rdim. Juda ham chiroyli, haqiqatan ham hayotda. Va bundan tashqari alligator, zebra, kenguru va bundan tashqari eng qiziqarlisi multik qahramonlarni ham ko'rdim. Ya'ni Madagaskar multikidagi qahramonlarni ko'rdim. Juda ham zo'r menga
men to'g'risi zooparkka bolalar bilan kelish uchun eng yaxshi joy deb o'ylayman. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha sizlarga juda ham qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman. Harakat qilaman ko'plab video chiqarishga. Albatta menga obuna bo'lishni va videolarim ostiga like va kommentlar yozishni unutmanglar iltimos. Shunda men ham ko'proq material tayyorlayman va albatta tomosha uchun sizlarga rahmat deb qolaman. Sog' bo'ling.